Bizda adashib qolmasligimiz uchun, bir joylarda qoqilib qolmasligimiz uchun ikkita ustozimiz bor. Bir kuni bir ota bilan farzand gaplashib o'tirib, ota o'g'liga nasihat qildi. O'g'lim, qadamingni o'ylab bos. Adashib qolmagin deganda, o'g'li shunday javob qilgan ekan. Otajon, siz qadamingizni o'ylab bosing. Men siz bosgan qadamlarni bosaman. Siz adashsangiz, men ham adashaman degan ekan. Shuning uchun azizlar, mana hayotda otamizdan keyin ustoz topadigan bo'lsak, mana shu ustozimiz bizdan oldin bosib o'tgan qadamlarni bossak, ustozni hurmatini joyiga qo'ysak, biz hech qachon adashmaymiz ekan. Shuning uchun unutmang, ustoz hamisha siz endi bosmoqchi bo'lgan yo'llarni bosib o'tgan. Ustozni yoki otamizni ana shu yo'l yo'rig'idan chiqadigan bo'lsak, ularni nazaridan qolsak, bizning ishlarimiz yurishmas ekan. Bundan da qiziqarli videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling.